Hammalarga assalomu alaykum. Mana uzoq muddatli tanaffusdan so'ng yana quloqlaringiz ostida qo'rqinchli va yoqimsiz ovoz sohibi Timurxonning ovozi yangrayapti. Bugungi audio hikoyamiz mistik janrda bo'lib, yuragi bo'sh, qo'rqoq insonlar eshitishi taqiqlanadi. Agar ogohlantirishimga qaramasdan hikoyani eshitib o'zingizda ruhiy o'zgarish sezsangiz, men buni javobgarligini o'z bo'ynimga olmayman. Chunki men sizlarni ogohlantirdim. Xullas, tayyor bo'lsangiz, men hikoyani boshladim. Qarichilik qursin. Qariganda inson uyda yotaverib ham bezib ketarkansan. Uyda u yoqdan aylanaman, bu yoqdan aylanaman. To'g'risi zerikaman. Kampirim allaqachon o'tib ketgan. Yolg'izgina o'g'lim shaharda yashaydi. Uyimga nevaram kelib turardi. Nega o'g'lingiz bilan yashamaysiz dersiz? Buni sababi bor. Ota uyimni tashlab ketishga ko'zim qiymaydi. O'z otam qurgan uyda jon bersam deyman. O'g'lim esa ishi sababli shaharga ko'chib ketgan. Meni olib ketishga ancha urindi, ammo men ko'nmadim va o'z uyimda qoldim. Uyda bekor yotmayin deb qishloq orqa tomonida joylashgan qabristonga qorovul bo'lib ishga kirdim. Ha, to'g'rida, baribir uyda bekor yotaman-ku. Ishlashingiz shartmi? O'g'lingiz pul jo'natib turmaydimi deyayotgan bo'lsangiz ham kerak. Ha, o'g'lim pul jo'natib turadi, ammo men ham uyda yotavermay, biron bir ish bilan mashg'ul bo'lishim, nimadir qilishim kerak-ku. Mana indamaslar olamida 3 kun bo'ldiki, qorovul bo'lib ishlayotganimga. Qo'rqmaysizmi deyishingiz aniq. Nimadan ham qo'rqayin? Axir qari odam bo'lsam, arvohlardanmi? Yo'q, aslo. Men qo'rqmayman. Jin shaytonlardan qo'rqsa bo'ladi. Chunki ularning ham kofir va musulmonlari bo'ladi. Arvohlar esa hech narsa qilmaydi. Gapni qisqa qilganda, kechasi bilan Qur'on kitobimni o'qib yotaman. Ba'zi paytlari sukut saqlab, yon atrofga quloq solaman. Yon atrof jimjit, sukunat. Bu tabiiy, axir men indamaslar olamidaman. Mendan oldingi qorovul sog'lig'i yomonlashib ishidan bo'shagandi. Mana bugun o'rnida men ishlayapman. To'g'risi bu qabristonga boshqa qishloqlardan ham mayitlarni olib kelishadi. Boshqa qishloq mayitlari ham bu qabristonga dafn qilinadi. Buni ko'p guvohi bo'lganman. Shuning uchun ham bu qabriston boshqa qishloqlardagi qabristonlardan ancha katta. Xullas, bu yerdagilar jim yotadilar, gapirmaydilar. Kunlarni biri tub, shamol tinib, yomg'ir yog'ib turgan payt edi. Kulbamda Qur'on o'qib o'tirgandim. Yomg'ir yog'ishi sekinlasha boshladi va butunlay to'xtab qoldi. Yana kitobimni o'qishni davom ettirmoqchi edim. Qanaqadir bir ovozni eshitdim. Qari odam qanday eshitasiz deyishingiz aniq, lekin kimdir yoki nimadir ataylab meni eshitishim uchun ovoz chiqarayotgandek edi go'yo. Kitobni kravat ustiga qo'yib, oyna oldiga kelib diqqat bilan quloq soldim. Ha, bu ovoz qabristonni ichidan kelayotgandi. Tinchlik bo'lsin-da, deya ustimga cho'ponimni kiyib, qo'limga fonar olib eshikni ochdim. Tashqarida yomg'ir hidi dimog'imga urildi. Hamma yoq yo'llar yomg'irdan so'ng balchiq loyga aylanib qolgandi. Yon atrofda esa daraxtzor. Qabristonga bir nazar soldim. Yana qandaydir bir ovoz eshitdim. Soat tungi 12dan 38 daqiqa o'tdi. Allohim o'zing saqlagin deya qabriston ichiga kirib ketdim. Ichkariga kirib borganim sari qandaydir bir qo'ng'iroqchani ovozini va yana ayol kishining yig'isini eshita boshladim. Ha, bu ayol kishining ovozi edi. U yig'layotgandi. Qo'ng'iroqcha esa tinmay jiringlardi. To'g'risi qo'rqa boshladim.
Axir tun yarimda qabristonda ayol kishini yig'isi eshitilsa kim ham qo'rqmasligi mumkin? Hamma qo'rqadi. Ancha masofani bosib o'tdim. Menimcha qabristonning eng chetki qismlariga kelib qoldim. Yon atrofim do'ppagan qabrlar. Qabrga tushib ketmay deya oyog'im ostini yoritib borardim. Yurib bir qabr oldiga keldim va qotib qoldim. Badanimdan muzdek ter oqdi. Qarshimdagi qabr ichidan ayol kishini yolvorib yig'layotgan ovoz eshitila boshladi. Sekin tizzalab o'tirdim. Qarasam, qabr boshida kichkina truba uchi ko'rinib turganini ko'rdim. Ovoz shu truba ichidan kelardi. O'sha truba ichidan esa bir ip o'tib, trubaga kichkina qo'ng'iroqcha ipni uchiga truba bilan qo'shib bog'lab qo'yilgan. Qo'ng'iroqchani esa kimdir madorsiz jiringlatardi, ya'ni ipni arang tortardi. Ipni qolgan qismi esa qabr ichkarisida. Yo Alloh qudratingdan yaqinlashib jur'at bilan kim bu yig'layotgan? Miyamga kelgan birinchi savol shu bo'ldi. Ovoz jimib qoldi. Qo'ng'iroqcha ham jiringlamay qo'ydi va birozdan so'ng Otajon, menga yordam bering, qutqaring. Tizzalab o'tirarkanman, tizzalarim qaltiray boshladi. Quloqlarimga ishonmadim. Axir ichkarida kimdir gapiryapti. Qizim, senga nima bo'ldi? Dedim qaltiroq ovozda. Qo'rquv aralash trubaga yaqin kelib. Bir necha soniyadan so'ng Otajon, yordam bering. Yaqinlarim meni tiriklayin ko'mib yuborishdi. Men tirikman, iltimos qabrni oching, dedi yig'i ovozda. Men borgan sari qo'rqardim. Senga nima bo'lgandi o'zi deb so'radim. Ammo javob kelmadi. Uning o'rniga dahshatli sukunat. Qizim, deya truba ichini mo'raladim. Buni o'zim ham bilmay qoldim. Zulmat. Ota, yordam bering, deya kimdir trubani narigi tomonidan menga qaradi. Qari bo'lsam ham ko'zlarim aniq ko'rgandi. Qo'rqib ketib ortga tisarildim va qaltiroq ovozda ichkaridagi qizga so'nggi savolni berdim. Seni qachon ko'mishgan? Birozdan so'ng bir necha soat avval degan javob eshitishim bilanoq dong qotdim. Qo'limdagi fonar yorug'i qabr toshiga tushganida 2012-yilning yoz faslining oxirlarida 24-avgust kuni dafn qilingan ekanligini bildim. Men hayron qoldim. O'zimni qo'lga oldim va ichkaridagi ayolga so'nggi gaplarimni aytdim. Meni kechir qizim. Hozir 2020-yilning bahor oylari. Sen allaqachon o'lgansan. Boshqa tiriklarni tinchini buzma. Qabringda tinchgina orom ol. Sen endi tirik emassan, dedim. Shu onda qo'ng'iroqcha vajohatli ohangda jiringlay boshladi. Ichkarida esa yo'q ota, yo'q, unday qilmang. ipni uzdim va truba og'zini loy bilan bekitib tashladim. Va tezda u yerdan ketdim. Qorovulxonaga qaytib bordim va kravatimga borib o'tirdim. Xayolimdan bitta gap ketmasdi. Kim gapirdi ekan? Nimalar bo'layotgan ekan? Menimcha uning tirilish ehtimoli bo'lgan. U qanday o'lgan ekan? Uni tirilishini kutishgan menimcha. Shuning uchun ham qabrga nafas olishi uchun truba o'tkazib qo'yishgan. Qorovulni birodasi eshitardi. Qo'ng'iroqchani ham bo'ylab ketishgan. Lekin bunga ancha bo'lgan. O'sha kuni g'alati tush ko'rdim. Men qandaydir bir tor yerda yotardim. Bu yer juda zax, sovuq va qorong'u edi. Ammo men bir nimani sezdim. Kimdir bor edi. Muzdek narsani sezardim. Tashqarida deb o'ylaysizmi? Yo'q. Meni yonimda. Ichkarida.